Endigi navbat Baliqchi tuman gaz ta'minot bo'limi. Siz Baliqchi tumani axborot kutubxona markazi tomonidan o'tkazilayotgan sehrli 10 daqiqa loyihasi ishtirokchisiz. Sizga savollarimiz bor edi. Siz yoshligingizda qaysi kitoblarni mutolaa qilgansiz? Assalomu alaykum. Men yoshligimdan Xudoyberdi To'xtaboyevning juda ham ko'p asarlarini mutolaa qilganman. Ulardan eng sevib o'qigan kitoblarimdan biri Sariq terni minib asari bo'ladi. Bu asar juda ham yaxshi asar bo'lib, men tengqur yoshlar va mendan keyingi yoshlar ham hozirgi kunda ushbu kitobni sevib mutolaa qilib, o'qib o'rganib kelishmoqda. Rahmat javobingiz uchun. Xudoyberdi To'xtaboyevning barcha asarlarini o'qiganman deyapsiz yoshligingizda. Hozirgi kunda ham kitob o'qishni davom ettiryapsizmi? Jamoangiz bilan hozirgi kunda qaysi kitoblarni o'qib bormoqdasiz? Hozirgi kunda ham kitob o'qishni davom ettiryapmiz. Hozirgi kunda aynan o'zim o'qib mutolaa qilayotgan kitoblarimdan bittasi Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovichning buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz nomli asarini o'zim va jamoamiz bilan birgalikda o'qib, mutolaa qilib, o'zimizga kerakli xulosalarni olib o'rganyapmiz.